Ovyo salom YouTube ahli. Bugun sizlar bilan men Casillasman. Bugun sizlar bilan o'g'ri videosini ikkinchi qismini olamiz. Birinchi qismida men boshqacha Steveni kiyingan sekinida edim. Bu safar men boshqacha sekindaman. Bo'lmasa boshladik. Oldingidek bu yer oson bo'lmaydi bolalar. Bu yerda golem bor. Golem meni taniydi. Boshqalar tanimasa ham. Shuning uchun men sekinamni o'zgartirganman o'shandan keyin. Bizni hozir bilmasligi uchun olmos aslahani yo'q, yechmaymiz, golem bor. Biz prosta ishlay yuribmizni emas. Asta o'tamiz. Qishloqqa yangi kelgan deymiz. Birinchi o'rinda golemdan sal chekkaroqda yurish kerak. Golem biladi bizani. Chunki bizani ko'rgan kallasiga sindirib olgan. Iye. Do'stim, sizga yordam beraymi? Ha, yordam ber. Senga narsa izimurud beraman. Wow, rahmat. Mana shu gizayimdan kutubxonadagi bitta izimurud ol. Senga nechta izimurud olish bo'ladi? Birinchi menga virusda kerak bo'ladi, sababi hid yo'lini yopib qo'yamiz. Bilmasligi. Ikkita. Menga bittasini men beraman. Oldim deb ishonib keturaman. Keli. Yo, bo'lmasa bola keyin. Ikkita golem. Assalomu alaykum garim. Salom. Sen o'g'ri emasmisan? Yo'q, men o'g'ri emasman. Yaxshi, o't. Nima qilmayman? U saraga. To'rtta golem. Bola naq to'rtta golem. Joyini. Bo'lmasa hammasini o'ldirib narsalarni uxlatib ketishimiz kerak. Oy, sen nega uyimga kiryapsan? Seni o'ldiraman. Wow, bola. Meni bilib qolishdi. Hech ko'rishgandim. Kelyapti bola. Biz hozircha cho'milib turaylik. Bola, qilish bilan yurmasam bo'lmayapti. Zo'rmisizlar, yigitlar? Yo'q, men tozalovchiman. Deylar, qanday ishlaryapman tozalovchiligimga? Ha. Sen tozalashga keldingmi? Ha, men tozalashga keldim. Aytishuvdimi? Bilmasam. Tozalayimni. Bo'qib deyapsan. Ko'zim yaxshi ko'rmayapti uylari. Ketib qolay. Qaytib kelamiz bo'ldi. Golemni ko'rmayapman. Peshamiz. O'zim. Nimaga meni aldasha? Pastda nima yo'l bor? Sindirib tashlaymiz buni. Wow! Chiqolayda men. Bunday staklab yuraman. Iyo. Meni bular tetik qilishyapti. Yo. Staklar yezavurib. Bu nima, bankmi? Meni aldashdan bank qilishdi. Men olib ham ketalaman. Stak. Shuning uchun men bolalar uzoqqa kovlab ketaman.
qilmaganday bo'ldi. Tis. Nima ish qilganding? Yo'q, ishdaman, shunday просто yurdim. Bolalar u yerda 4 ta golem. Qaysi qishloqdan 4 ta golem ko'rgansiz bolalar? Hamda yur bo'lmay. Yonimda bitta golem, yuzimni ko'rmassin. De qishloq xo'jaligida. Meni qo'lim. Qo'limda ana bor edi. Narsa bor edi. Yuzimni ko'rsatmayman. Shu golem edi. Bolalar qishloq. Qishloq ekan. Puli ham kam. Bu yerlarda qayerlarda bor ekan-a? Birinchi kirgan uyim. Oxirida golemlarni o'ldirmay ketmaymiz bolalar. Oxirigacha bormadik-ku bolalar. Qo'ynimizdan och, o'g'ri degan nima yeyish uchun olib kelmadim. Uydan o'g'irlaydi-ku. Bir stak chiqdi. Maza. Bir yaxshi joy bormi? Chiqib ko'ray qani. Nima bu? Bolalar, hozir men ana bilan qarab ko'ray-da. Bo'lmas. Sunduq? Yo, bolalar bank mazmagan bu. Sunduq ko'rib biza. Yaxshi, men ovqat uchun narsa olib olay. Ana uyda veristak. Blokdan ham qurganmiz bolalar. Ketdik. Qani. Qanday chiqaman bu yerga? Wow, ovqat. Buni o'tkazamiz. Bu menga просто blok o'rnida kerak edi. Bu nima qilib bermadi? Olmani yeb olaman. Tepadaydim. Mana shu yerlarda edi. Hamma joyini ko'rib aytgancha ko'rib qolishligi uchun shu yerni teshaman. Bu mana bu qo'llab olmos koni ekan-ki bu. Ya'ni bu yerni tomini teshib tashlaymiz. Agar meni kimdir ko'rgan bo'lsa, albatta golemga aytadi. Va meni 4 golem ham mazamni qochirib tashlasa kerak. Bolalar, like va obuna bosinglar. Men sizlar meni xursand qilinglar. Ana shu videoni birinchi qismini 17,000 marta ko'rildi bolalar. Va bundan xursandligim sifatida nima qilishni ham bilmayman. Bolalar, shuncha Zamrud. Bu qishloq, lekin narsalarni albatta yashirishgan. Bu golemning mazasini qochirib ketishimiz kerak. Bolalar, bu chiqolmayapti. Ketib qoldi. Bitta blok qo'yamiz. Bitirib olamiz. Golemning mazasini qochirib ketmasak. Urolmayapmiz. Bu talagan. Bir qandaydir golem urishim kerak. Yaqin tarafda bo'lish kerak. Golemlar, bu yoki golemlarga. Aqllilarning aqlligiman men. Voy, tentak. Nima tushib ketaman-ka? Bu golemlar nimaga pastda joy qurgan?
sezishmasin. Mana bu golemni urishimiz kerak bolalar. Qochamiz bolalar, qochamiz. Voy, yana bitta golem. İşte golemiz undan qo'yapti. Hech qancha tunam bo'lyapti bolalar. Meni zombilarni qurshovda qolib kech. Ayni payt kelyapman bolalar. Shu paytda bitta golem bu paytda turibdi. Payt uramiz. Ur. Ha, senlarni o'ldirib ketaman. Va bitta bolalar golemni uxlatdik. Demak bu qishloq golemni yasovchilar ekan. Bolalar, sizlar bilganday men o'zimni aytganimni qildim. Sizlar ham endi va'dangizni bajarib obuna bo'linglar. Mana sizlarning tarafingizga mana golemni urib beryapman. O'ldi va do'stlar. Hozir bolalar, sizlarga endi o'zim bitta golemlar bilan qochib bir kelaydi. Golem qani o'zi? Nima golemlar ham uxlaydimi? Heyla. Bu eng kichkina versiyalar uchun. Ana u yo'qda. Bu yorim. O shu yerga tushib ketaman o'ylab hayolimga ham keltirmagan. Shu yerlarda golemlar bor edi. Nima men golemlarni suvga tush. Ana endi bir golem ha. Nima u menga pishiqlik qilmoqchi? Nima bo'ldi bu golemga? Endi sapi chiqdi tentegarib. Hamma joyda suv bor-ku. Kesin-da. Uy! Golem diyam. Sonra o'ldiraman xlos. Yo'qki. Uylantirdi. Bizda deyishgan nom bor faqat bolalar. Uy, zombi. Bolalar, sizlar aytganday men o'z ishimni bajardim bolalar. Xayr bolalar, sizlar bilan men kasillas edim bolalar. Xayr, men va'damni bajardim, sizlar ham va'dalaringizni bajarib obuna bo'linglar. Xayr, sog' bo'linglar.